Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz 2-sinf tarbiya kitobidan kitob eng yaxshi do'stimiz mavzusini ko'rib chiqamiz. Darsning maqsadlari. Darsimizning 3 asosiy maqsadi: ta'limiy maqsad, o'quvchilarga kitobning foydasi haqida tushuncha berish, kitob o'qishni zarurligini anglatish. Tarbiyaviy maqsad, o'quvchilarda kitobga nisbatan hurmat va mehr, qiziqish uyg'otish. Rivojlantiruvchi maqsad esa og'zaki nutq va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Tashkiliy qismga 5 daqiqa ajratdim. Salomlashish, davomat olish va o'quvchilar diqqatini mavzuga jalb qilish. Kirish qismiga esa 10 daqiqa ajratdim. Birinchidan, yangi mavzu bilan o'quvchilarni tanishtirib olamiz. O'quvchilar fikrini so'raymiz, darsda faollashtirib olamiz. Ikkinchidan, darslikda berilgan matn ustida ishlash. Matnni ifodali o'qib, mazmunni tushuntirib beriladi va o'quvchilar bilan birgalikda topshiriqlarni bajaramiz. Uchinchidan, interfaol metodlar orqali topshiriqlar va savollar beriladi. O'quvchilarni guruhlarga bo'lib darsni mustahkamlash. Asosiy qismga 20 daqiqa ajratdim. Asosiy qism darsimizni Po'lat Mo'minning Kitob o'qigan bola she'ri bilan boshlab olamiz. Keyin esa darslikda berilgan matnlar ustida ishlaymiz. Birinchi matn bizda yod olingan kitob matni. Ikkinchisi esa kitoblar shifoxonasi matni. Matnni ifodali o'qib beraman, mazmuni haqida tushuncha beraman va o'quvchilar bilan birgalikda matn yuzasidan savollarga javoblar tashkil qilamiz. Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Kitob o'qigan bola. Po'lat Mo'min she'ri. O'rganar avval odob, kitob o'qigan bola. Yuzi bo'ladi oftob, kitob o'qigan bola. Hurmat qilar kattani, kichiklar jonu tani. Bajaradi va'dani, kitob o'qigan bola. Xo'sh, o'quvchilar, kitob deganda nimani tushunasiz? Siz qanday kitoblar borligini bilasiz? Kim qanday kitob o'qigan? O'quvchilar. O'quvchilarga shu singari savollar bilan murojaat qilaman va ularni javoblarini olgach, 2-sinf doirasida, 2-sinf bilim doirasida ular albatta javob berishadi va keyin kitob haqida qisqacha ularni yoshlariga mos tarzda bilimlar, yangi ma'lumotlar berishga harakat qilaman va kitob bu ma'lumot, bilim va tarbiya manbai o'quvchilar. Kitobdan yangi, qiziqarli, foydali ma'lumotlarni o'rganamiz. Ertaklar yoki hikoyalardan iborat kitoblar, turli mamlakatlarga sayohatlar yoki fantastik sarguzashtlar haqida kitoblar bor. Yana ilm, fan, texnika, tabiat, o'simliklar, hayvonot olami haqida ilmiy ommabop kitoblar hamda ensiklopediyalar ham bor, deya o'quvchilarga ma'lumotlar berib, kitoblar bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, darsimiz haqida o'quvchilarga qisqacha ma'lumotlar bergandan so'ng birgalikda ularni 3 guruhga ajratib olamiz va guruhlarni bellashuv tarzida darsimizni tashkil qilamiz. Bizda topshiriqlar berilgan, bu topshiriqlarni bajaramiz. Hamma kitobiga qarasin, o'quvchilar. Birinchi topshiriqni ko'rib chiqamiz. Gaplarni mantiqiy davomi bilan to'g'ri moslashtiring. Birinchi qatorga gaplar berilgan va ularni keyingi qatordagi mantiqiy davomini biz to'g'ri topishimiz kerak. Birinchisini ko'rsataman, ikkinchisini esa guruh bizda 3 ta berilgan ekan, o'zi 3 ta guruh birdan bajarsa bo'ladi keyingi topshiriqlar bilan birgalikda. Xo'p, kitobsiz odam o'quvchilar. Bu yerda javobini topamiz. Biz bilamizki, kitobsiz odam bu qanotsiz qushga o'xshaydi. Keyin ikkinchisi, o'quvchilarning javoblarini eshitgandan keyin o'zim to'liq ma'lumot beraman. Kitob insonni ilmli qiladi, tarbiyalaydi, biz bilamiz, to'g'rimi? Demak, ikkinchisi birinchisiga to'g'ri kelar ekan. Uchinchisi, o'z-o'zidan yaxshi kitob o'qisang, olim, odam bilan gaplashgandek bo'lasan.
Xo'p, biz birinchi topshirig'imizni ko'rib chiqdik. Bizda ikkinchi topshiriq. O'quvchilar, kitoblar nimadan qilinadi? Xo'sh, uni nimadan qilinishini bilasizmi? Yog'och qanchalik mustahkam material? Kitoblar daraxtlardan qilinadi, o'quvchilar. Rasmlarga qarab qog'oz qanday tayyorlanishini aytib bering. Daraxtlardan yog'ochlar olinadi. Yog'ochlarni asbob-uskunalar yordamida qog'oz ishlab chiqariladi va natijada mana bizda berilgan 4-nimamiz kitob hosil bo'ladi. Yuqorida aytib o'tgandim, darslikda berilgan matnlar ustida ishlaymiz deb, bizda birinchi matn. Hamma kitobga qarab diqqat bilan meni eshitsin, o'quvchilar. O'qib tushuntirib ketaveraman, sizlar ham kitobdan kuzatib boraverasizlar. Xo'p, yod olingan kitob bizda birinchi matnimiz. Alisher Navoiy bolaligida Farididdin Attorning Mantiq ut-Tayr asarini juda sevib o'qirdi. Ota-onasi uning mutolaaga qattiq berilganidan bezovta bo'ldilar. Chunki bola erta-yu kech kitobdagi jumlalarni takrorlardi. Bolaning sog'ligidan xavotirga tushgan ota-ona kitobni yashirib qo'ydi. Ammo yosh Alisher xayolini egallagan o'sha kitobni yoddan takrorlab yuraveradi va u mashhur bo'lib yetishgach Mantiq ut-Tayrga o'xshagan kitob yozadi va Alisher Navoiyning buyuk inson bo'lishiga kitoblar sabab bo'lgan ekan. Ana ko'rdingizmi, o'quvchilar? Kitob o'qigan inson albatta kelajakda buyuk shaxs bo'lib, komil inson bo'lib yetishadi. Ikkinchi matnimizga diqqatimizni qaratamiz. Kitoblar shifoxonasi. Kitoblar ham odamlar kabi kasal bo'lib qolishi mumkin ekan, o'quvchilar. Ular o'zlariga nisbatan ehtiyotsiz munosabat tufayli kasal bo'ladilar. To'g'ri, ular yutilmaydi, aksirmaydi, isitma chiqmaydi, biroq ularni davolash kerak bo'ladi. Kitob sahifasi yirtilgan bo'lsa, matn ko'rinib turishi uchun uni yelimli tasma skoch bilan yopishtiriladi. G'ijimlangan sahifani qog'ozlar orasiga qo'yib, dazmol bilan tekislash mumkin. Barmoq va qalam izlarini yumshoq o'chirg'ich bilan o'chirish kerak. Agar kitobning muqovasi yoki sahifasi yirtilgan bo'lsa, nima qilamiz? Buning uchun 5-6 sm kenglikda qog'oz yoki mato kesib olamiz va unga yelim surtib, yirtilgan joyga yopishtiramiz. So'ng yaxshi yopishi uchun og'irroq jism ostiga qo'yamiz. Bu matn aynan sizlar uchun berilgan ekan. Qadrli aziz o'quvchilar, kitoblarga chizib, yirtib, g'ijimlab tashlaydigan ayrim o'quvchilar oramizda yo'q emas. O'quvchilar, kitoblarni asrashimiz kerakligini, ular ham kasal bo'lishi, ularni ham davolash kerakligi haqida bu yerda berilgan. Ya'ni, agar kitob yirtilgan bo'lsa, uni yelimlab, skotchlab qo'yish, chizilgan joylarini o'chirish, g'ijimlangan joylarini tekislash bu sizning vazifangiz. Kitob sizni do'stingizni qanchalik avaylab asrash esa sizga bog'liqdir. Mana rasmlarda ham keltirib qo'yibdi. Rasmlarni to'g'ri ketma-ketlikda joylashtirib chiqasiz. Keyin kitob yana sizga kitob haqida ozgina tushuncha beraman. Xo'p, kitobni o'qib bo'lganingizdan keyin ma'lumot, qisqa bir hikoya aytib beraman. Kitobni o'qib bo'lganingizdan keyin uni birovga o'qishga berib turishingiz mumkin. Masalan, sinfdosh do'stlaringiz bilan kitob almashing. Shunda kitoblar sizning javoningizda chang bosib yotmaydi va ular yangi hayotini boshlaydi.
hozirda butun dunyoda ularni umrini uzaytiradigan, tabiatni asrashga yordam beradigan kitob almashish harakati rivojlanmoqda. Bu bilan nima demoqchi o'quvchilar? Sizda kitob bor, uni o'qib bo'lgansiz, javonda qo'yib qo'yibsiz. U o'sha yerda chang bosib yotadi. U badiiy kitobmi, u ilmiy darslik kitobmi? Uni sinfdoshingizda esa boshqa bir kitob bor. Siz uni o'qimagansiz, uni bilmaysiz. Ikkalangiz shu o'qib bo'lgan kitobingizni bir-biringiz bilan almashtirib o'qisangiz, kitoblar ham chang bosib yotmaydi, sizni bilimingiz ham ortadi. Ya'ni siz bitta emas, ikkita kitob o'qigan bo'lasiz. Xuddi shunday asta-sekinlik bilan kim o'zida qancha kitob bo'lishiga qaramay do'stlari, sinfdoshlar bilan almashtirib o'qishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, yakuniy qism. Shunday ma'lumotlar bilan darsimizni yakunlaymiz. Yakuniy qismga 10 daqiqa ajratganman. O'quvchilarga uyga vazifa. Barcha o'quvchilar diqqat bilan quloq solamiz. Uyga vazifa kitob o'qishning foydalari berilgan bizda. Mana ko'rib turibsiz, buni uyda hamma o'zi o'qib, yodlab, gap nima haqida ketyapti, mazmuni haqida, ota-onamizda yordamida mazmuni haqida tushuncha olib kelamiz. Kitob o'qishning foydalari bu yerda ozroq keltirilgan. Yana siz o'zingizdan kelib chiqib, ya'ni o'zingiz kitobning foydalari haqida ham qo'shimcha qilib yozib kelishingiz mumkin va yuqori baho balga ega bo'lasiz bu orqali o'quvchilar. Keyin esa mana bizda birinchisini aytaman, kitob o'qigandan so'ng darslarni tez va oson o'zlashtirishga yordam beradi kitobni yaxshi o'qisangiz. To'g'rimi? Ha, barakalla. So'z boyligingizni oshiradi. Mana qanaqadir savol bersam qotib qolmaysiz va o'zingiz so'z boyligingiz oshib, o'sha mavzuda o'z fikringizni bayon etishga chog'lanasiz. Xuddi shunday, mana bu yerda fikrni aytasiz, u nima uchun kerakligini ota-onangiz bilan birgalikda ularni ko'magida xuddi shunday mazmun izohlab, shuni o'qib, yodlab, tushunib kelish uyga topshiriq qilib beriladi. Yuqoridagi Po'lat Mo'min she'ri hamda ikkita matnni o'rganib kelasiz va bu darsda biz o'tgan mavzuni takrorlash bo'limi qismida xuddi shularni ko'rib chiqamiz. Keyin baholash. Darsda faol qatnashgan o'quvchilarni baholash. Biz yuqorida o'quvchilarni 3 ta guruhga, jamoalarga ajratgan edik. G'olib jamoalarni va faol ishtirokchilarni baholash. E'tiboringiz uchun rahmat.